Imom Shofiiyning huzurlariga bir yigit kelib aytdiki, onam dedi keksa bo'lib, sal injiq bo'lib qoldilar. Quyosh botishi bilan shom mahali bo'lish bilan ko'chaga chiqqani qo'ymaydilar. Onajon, shundoq borib masjidga borib jamoa bilan namozimni o'qib kelay desam ham ruxsat bermaydilar. Bolam shu yerda o'qigin, oldimda o'qigin deydilar. Nima qilay? Onamni aytganini qilaymi yoki o'z bilganimcha borib namozimni o'qib kelaymi deganda Imom Shofiiy ati'aha, onangga itoat qil dedilar. Onangga bo'ysun dedilar. Chunki azizlar, masjidga borib jamoa bilan namoz o'qish bu sunnat. Ya'ni namozni masjidda o'qish sunnat. Onaning amriga itoat etish bu vojib. Shuning uchun so'fi Alloh yor aytadilar, mustahabu sunnatda g'avg'o qilurlar, farzi vojibni rasvo qilurlar. U talashayotganlari yo mustahab yo sunnat, bu yoqda farz vojib oyoq osti bo'lyapti. Nima bu? O'zini xavfsizligi, tinchligi, bola chaqasining nafaqasi, ota-onasining xizmati, mana bu narsalar qolib ketyapti. Bugungi kundagi yoshlarimiz eng katta umidim, iltimosim shuki, zamin ulamolariga, o'z ulamolarimizga, o'z aqidamizga, mazhabimizga ergashib yashasak va mana shu aqida asosida musulmonligimizni ijro etsak, inshaalloh yo'limizni yo'qotmaymiz, yuzimiz yorug' bo'ladi. Alloh taolo bizlarni yomonliklardan o'zi asraydi.